Assalomu alaykum. Bugun Corona'ning 14-versiyasini qanday uстановка qilishni o'rgatib boramiz. Like, поддержка, подписка bosaveringlar. Corona 14-versiyasi Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Silkasini Telegram kanalimning silkasini opsiyaga qoldiraman. Hop, skachat qilingan faylga kiramiz. Izlechit qolamiz faylni. Ungacha antivirusni o'chiramiz. Hop, защита kiramiz. Antivirus, безопасность. Antivirus ugroza kiramiz. Управление настройки kiramiz. Shularni o'chib chiqamiz. Buni hop, o'tdan chiqib ketamiz. Faylga kiramiz. Hop, mana shuni запустить administrator qilamiz. Hop, bu yozilgan 3D Max 2018-versiyadan 2027-versiyasiga uстановка bo'ladi bemalol. Biz hozirda 2027-versiyasini uстановка qilishni ko'rsatib boramiz. Почти hammasi bir xil bo'ladi. Просто versiyada har xil. Install. Hop, 2027-versiyani o'zi uстановка qildi. Okay. Hop, bunga hech narsa deymiz. Remove kiramiz. Okay. Internet yoqib bo'lish kerak bunga. Skachat qoladi fayllarni hammasini. Hop, ozgincha kutamiz. Уже Corona ikonkasi chiqdi. Bo'ldi uстановка. Endi chiqamiz. Boyda faylga kiramiz. Bu yerda krikini qilish kerak bo'ladi. Bloknotni ochib olamiz. Birinchi shu faylni kopiya qilamiz. Shutgacha. Endi bitta fayl ochib Okay, 2027. Hop, buni kopiya qilamiz. Ctrl S. Okay. Skopировать qilamiz. Ctrl V. Zamet qilamiz. Zametga разрешение berish kerak. Hop, keyin ikkinchi faylni yana uстановка qilamiz. Shu joyga kopiyalash qilish kerak. Ctrl V. Okay. Endi mana buni faylni yana kopiya qilamiz. Ставить. Заменить. Продолжить. Окей, bo'ldi. Hop, yana 3-faylga kopiyalaymiz. Kopiylaymiz. Okey. Endi yana faylni kopiya qilamiz. Ctrl V. Заменить. Продолжить. Hop, bo'ldi. Bilan bo'lgandan keyin 3D Max'ga kirib tekshirib olish kerak, по-любому. Ishlayaptimi, ishlamayaptimi? Hop, ozgincha kutamiz. Shu Coronaning ikonkalari chiqdi.
Enter demek ochishdi. Hozir buni bosib X chiqib ketsak, qaytib so'ramaydi buni. Kerak emas bizga. Buni kamerani hammasini mana ushlab turib qo'yib olamiz. Buni ham bu yoqqa qo'yib olamiz. Buni ham bu yoqqa qo'yib olamiz. Bu kerak emas. Hop, hozir ishlayapti, ishlamayapti ko'ramiz tekshirib. Nima ishlayapti? Quyosh qo'yib qo'yamiz. Kamera qo'yib qo'yamiz, ishlayapti. Hop. Hammasi ishlayapti. Kamera materialga kiramiz. Hop, buni sketchatib qolish kerak ekan. Internet yozib sketchatib qolamiz. Bo'ldi. Hozircha hammasi ishlayapti. Ko'rdinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Поддержка, like, поддержка bosib qo'yinglar.